bu kitobni 2 yilning oldida kitobxonada ko'rib, uni o'qishga kirishib ketgandi. Napoleon Hillning bu kitobda o'tirg'a qo'ygan tafakkur to'g'risidagi ideyasi va ko'z qarashlari aniq ham tushunishlik bo'lib, amaliy misollar orqali tafakkurning qudratining haqiqatan cheksiz ekanligi bayon qilingan. Ayni vaqtda bu kitob mening tafakkur qilish usulimga cho'nqur ta'sir ko'rsatgandi. Shu chog'da men bu kitobni Uyg'urchaga tarjima qilib, Uyg'ur kitobxonlarimiz bilan yuz ko'rishtirish nihoyat zarur ekan deb o'ylagandim. Oradan 2 yil o'tganda kitob tarqitish sohasida yangidan bosh ko'tarib chiqayotgan Turan savdo cheklik shirkatining havolasi bilan bu kitobni tarjima qilishimni o'ylab boqmagandim. Qisqasi, muvaffaqiyat ilmining asoschisi bo'lgan Napoleon Hillning dunyoga mashhur bu kitobining tarjima qilinib nashrdan chiqishi Uyg'ur o'qirmanlarimiz uchun nihoyat ahamiyatli bir ish. Mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin,